Dartda final kalit so'zi nimani bildiradi? Qachonki variable o'ziga faqatgina bir marta qiymat oladigan bo'lsa, ana shu variable'ni biz final deb belgilashimiz mumkin. Masalan, final aytaylik name teng Shohrux deydigan bo'lsak, mana shu holatda biz name variable'ni yaratib, uni qiymatini mana bu stringga teng qildik va uni final deb belgiladik va bu mana shu holatda bu variable'imizning qiymati endi o'zgarmaydi. Faqatgina mana shu qiymatga teng bo'ladi. Masalan, agar siz buni qiymatini name variable'ni qiymatini o'zgartirishga harakat qilsangiz, misol uchun Anvar deydigan bo'lsangiz, ko'ryapsiz, qizil chiqyapti. Bu yerda the final variable name can only be set once, ya'ni final variable'ga faqatgina bir marta qiymat bersa bo'ladi xolos deyapti. Demak, bu holatni biz o'zgartira olmaymiz. Agar bu finalni olib tashlab, uni o'rniga misol uchun var deb qo'ysangiz, bunda o'zgartirishingiz mumkin. Bu holatda hech qanday muammo chiqmaydi. Endi finalga o'zgartiradigan bo'lsak, masalan, siz final variable'ni birdaniga qiymatini bermasligingiz ham mumkin. Buni olib tashlasak ham ishlaydi. Hozirgi holatda mana ko'rdingiz, xato ketdi va bu yerda ishlab turibdi. Bu yerda biz final variable'ni yaratdik va uni qiymatini hali bermadik. Endi bu yerda qiymatini berdik. Endi pastida o'zgartirishga harakat qilamiz. Aytaylik, mana bu holatda o'zgartiradigan bo'lsak, yana boyagi kabi xatolik chiqadi. Sababi ikkinchi marta biz variable'ni qiymatini berishga harakat qilyapmiz. Bu holatda o'zgarmaydi. Bu degani final variable'ni biz qiymatini butun programmamizni hayoti davomida bir marta berishimiz mumkin xolos. Xohlang boshida bering, xohlang keyin bering, faqatgina bir marta bering xolos.